Muhammad Solih Usaymin rahimahulloh aytadilarki, Alloh taoloning rahmati bilan mana bu Qadr kechasi yashirildi. Kim ko'proq namoz o'qiydi, solih amallar qiladi, zikr qiladi, ihson qiladi masalan. Ya'ni bandalarga bu ham bir tomondan imtihon. Ya'ni kim dangasalik qiladi bu kechada, kim bunga jiddiy jahd qilib shu kechani topishga harakat qiladi. Mana shu imtihon tariqasida yashirilgan. Qani kim topishga harakat qiladi shuni? Kim dangasalik qiladi? Haris odamlar o'zi bilinadi. Haris odam nimaga haris bo'lsa, shunga yeng shimaradi, harakat qiladi. Shunga yetish yo'lida mashaqqatlarga ham parvo qilmaydi kerak bo'lsa. To'g'rimi? Odam masalan bir mashina olaman desa yoki bir narsani qo'lga kiritaman desa qanchalik harakat qiladi. Qishin yozin ishlab to'xtamay, charchamay. Demak, Qadr kechasi gunohlarim kechirilsin degan odam mana fursat keldiki, mana shu paytda bilinadi odam. Shunga haris bo'ladi, ertalabgacha solih amallar bilan qoyim bo'ladi. Va o'z navbatida dangasalar ham mana shu paytda bilinib qoladi.